Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muhabbatlari bilan qalbini ta'mirlagan, qalbiga Rasululloh muhabbatlari bilan qalbini ziynatlagan aziz mo'min musulmon birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganishda, uni o'qib, anglashda davom etamiz. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari biz uchun hayot yo'li, biz uchun hayotdagi ko'p muammolarimiz, mushkulotlarimizning yechimidir. Azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Makka fathlari, ya'ni Makkani fath qilganlari haqida suhbatlashgan edik. Makka fathi haqiqatan eng buyuk fathlardan biri bo'lgan. Fath uni ochish degani. Fath Makkani ustidan g'olib bo'lishlik degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari, o'ta ziyrakliklari, zakovatli ekanliklari, Alloh taolo tomonidan qo'llab-quvvatlangan inson ekanliklari Makka fathida yana bir bor yaqqol namoyon bo'ldi. U zot Makka fathida qilgan ishlari, u zot sahobalarga bergan ta'limotlari, Makka fathidan oldin bo'lgan ba'zi bir voqealarni agarda ta'ammul qilib, tafakkur qiladigan bo'lsak, haqiqatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning har bir ishlari Alloh tomonidan ekanligiga aniq bir ishonamiz. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomning har bir ishlarida qo'llab-quvvatlab turganini aniq ko'ramiz. Zero Alloh taolo aytadiki: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad sollallohu alayhi va sallam o'zidan gapirmaydi. Har bir gapirayotgan gapi Alloh tomonidan vahiy qilingandir deydi. Demak, har bir ishlari, har bir gaplari Allohning vahiysi edi. Shuning uchun biror bir ishlarida yoki biror bir gaplarida xatolik bo'lmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkaga kirib, qanday kirib kelishlari, Makkaga kirganda nima amallar qilganliklari haqida o'tgan suhbatda aytdik. Lekin undan olinadigan ba'zi bir foydalar haqida to'xtaladigan bo'lsak, yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkani fath qilib, Fathu Makkaga kirib kelishlari bizga 2 yil oldin bo'lgan Hudaybiya sulhini eslatadi. Hudaybiya sulhida agar o'sha sulh haqida bir tafakkur qiladigan bo'lsak, shartlari o'ta qattiq sulh edi. Ko'pchilik, ya'ni har qanday musulmonni ham dovdiratib qo'yadigan darajada qattiq sulh edi. Musulmonlarni go'yoki haqoratlagan sulh edi, bitim edi. Lekin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uzoqni ko'rib, u xalqning, u odamlarning, mushriklarning tabiatini bilgan holatda va Alloh taoloning qo'llovi bilan bu sulhga rozi bo'ldilar. Va shu sulh buzilganligi uchun, aynan Makka tomonidan buzilganligi uchun bu Fathu Makkani Alloh taolo nasib qildi. Payg'ambar alayhisalom shu sababli Makkaga muzaffar holatda kirib keldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalar 8 yil oldin Makkadan quvilgan holatda, bir qismi oldinroq, bir qismi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyin, orada Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari ham yashiringan holatda, birov ko'rib qolmasin, birov ko'rsa o'ldirib qo'yadi, boshqa qiladi, qattiq aziyat beradi degan bir ma'nolarda yashirin holatda Madinaga chiqib ketgan edilar. Mol dunyolarini, mol davlatlarini, ahli oilalarini, o'zlari turgan, yashagan, kindik qoni to'kilgan yerlarini tashab chiqib ketishga majbur bo'lgan edilar, o'zlarining dinlarini saqlab qolishlik uchun, haqda sobit turishlik uchun, ibodat qilishlik uchun Alloh taologa. Shu yerdan chiqib ketgan edilar. Alloh taolo 8 yildan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shu joyga
muzaffar holatda, ashablari ko'paygan holatda, kuch-quvvatli holatda qaytardi. Hech qachon Alloh taolo bandasini zoya qilmaydi. Modomiki Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga shu yerga qaytarishni va'da berdimi, albatta qaytaradi. Biror bir ishda ham hech bir ishimiz zoya ketmasligiga aniq ishonch hosil qilishimiz kerak. Mo'min musulmonning qilgan yaxshi amali hech qachon zoya ketmaydi. Alloh taolo agar dunyoda bermasa, oxiratda uning mukofotini beradi. Payg'ambarimiz alayhissalomga shu dunyoni o'zida ham berdi uning mukofotini. Muzaffar holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytdilar. Bilol roziyallohu anhu Makkadan chiqib ketganda qay ahvolda edi? Qul holatdagi Bilol. Keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kishini sotib olib ozod qilganlar. Lekin o'sha qullik davrida qancha azob, qancha aziyat chekdi. Qancha bir qiynoqlarga duchor bo'ldi musulmon bo'lgani uchun. Musulmon bo'lgani uchun qiynaldi, urildi, so'kildi, o'ldirishga sal qoldi, o'ldirishga yaqinlashdi. Ahadun ahad deb pichirlab gapirardi xolos. Alloh yagonadir, Alloh yagonadir deydigan Bilol roziyallohu anhu Fathu Makka kuni Ka'baning ustiga chiqib, payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmalari bilan Ka'baning ustiga chiqib, yana o'sha o'zi aytgan gapni Allohu akbar, Allohu akbar, Alloh buyukdir deb Alloh taoloning buyukligini hammani oldida aynan o'sha Bilolni azoblaganlar, azoblanishda ishtirok etganlar, azoblanishini ko'rgan, guvohi bo'lgan barcha insonlarning oldida baralla aytdi. Alloh taolo bandalariga mana shunday kunlarni ham yashatadi. Ba'zi haqda turganligi uchun, haqda sobit turganligi uchun kimlardir aziyat chekkan bo'lsa, ularni Alloh taolo ko'zini bir kun quvontiradi, qalbini quvontiradi, qalbiga xursandchilik kiritadi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalarning siyratidan ma'lum. Fathu Makkadan olinadigan ibratlarning yana biri Hotib ibn Abi Balta'a voqeasi. Hotib ibn Abi Balta'a voqeasi oldin ham aytganimizdek, o'sha Fathu Makkaga payg'ambar alayhisalom yo'lga chiqayotganlarida, otlanayotganlarida Hotib bir maktub yozib ahli Makkani ogohlantirish uchun yuborgan edi. Payg'ambarimiz alayhisalom uni qayerda ekanligini, kim bilan, kim orqali yuborganligini Ali roziyallohu anhu ga aytib, borib olib kelishni buyurdilar. Ali roziyallohu anhu borib, yo'ldan o'sha xatni, maktubni olib ketayotgan ayolni ushlab, undan o'sha yuborilgan maktubni olib Rasulullohga olib kelib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buni kim aytgan edi? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklariga dalolat qiladi. Bu vahiy edi. Bo'lmasa Hotib ibn Abi Balta'a hech kimga aytmasdan u olib ketadigan ayolga ham, ya'ni aynan ayolni tanlaganini sababi ham hech kimni diqqatini tortmaslik uchun bir ayol Madinadan Makkaga ketayotganda shunga berib yuborgan edi. Hech kimga aytmasligi uchun unga ham haqini to'lagan edi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom buni bildilar, vahiy orqali Alloh taolo bildirdi va uni olib keltirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir mualliflar, ba'zi bir mufakkirlar aytgani kabi faqatgina ziyrak, zakovatli edilar. Urushni ham yoki tinchlikni ham taktikasini, uslublarini bilar edilar deb Rasulullohni mana bu ishlariga faqat zakovat, ziyraklik deb qaramaslik kerak. Ba'zilar payg'ambarlikdan insonni bu yoqqa burishlik uchun Rasulullohni bu ishlarni zakovatlikka yo'yadi. Ziyraklikka, farosatlilikka, ilmlilikka yo'yadi. Bu narsalar bor edi Rasulullohda. Ziyraklik, zakovat, farosat, ilm, aql, bu narsalar eng yuqori darajada bor edi, lekin bularning barchasini manbai vahiy edi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo tomonidan qo'llab-quvvatlangan, vahiy qilingan zot edilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning har bir ishlari to'g'ri bo'lardi. Dunyoda qancha ziyrak, zakovatli odamlar ko'plab xato qilgan, juda katta xatolarni, juda katta kechirib bo'lmas ayblarni qilib o'tib ketgan. Faqat masala ziyraklik, zakovatda emas, bu vahiyga borib taqaladi. Abu Sufyon shu Fathu Makkaning
sababchilaridan, ya'ni Fathu Makkaga payg'ambar alayhissalom borishlarining sababchilaridan biri shu Abu Sufyonni o'zi bo'lgan. Abu Sufyon roziyallohu anhu deymiz, lekin u paytda hali iymon keltirmagan kishi edi. Abu Sufyon haqida gapirdik. Abu Sufyon Makkaning rahbari, kattasi edi. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelib, o'sha ahd buzilgandan keyin, bitimni o'zlari tomonidan buzilgandan keyin shuni qaytadan yangilaylik, yangidan tuzaylik, unday deb aytganda na payg'ambar alayhissalom unga ijobiy javob berdilar, na boshqalar. Keyin islom qo'shinlari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida sahobalar Makkaga borayotganda Abu Sufyon qo'lga tushdi. Abu Sufyon o'sha yerda Abbos roziyallohu anhu bilan birga yurdi va oxirida iymon keltirdi. Hali qo'shin, ya'ni musulmonlar Makkaga yetib bormasdan Abu Sufyon iymon keltirdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb e'lon qildi. Buni aytdik o'tgan suhbatlarimizda. Shu yerda Abu Sufyonning uyiga kirgan kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amonda dedilar. Abu Sufyonni o'zini Makkaga musulmonlardan oldin, sahobalar kirib borishidan oldin elchi qilib jo'natdilar Abu Sufyonni. Bu yerda ham Alloh taoloning bir go'zal hikmati bor edi. O'sha yerda Makkadan 8 yil oldin musulmonlarning chiqib ketishligiga bosh-qosh bo'lgan, sababchi bo'lganlarning kattasi, rahbari Abu Sufyon edi. Aynan o'sha Abu Sufyon Alloh taolo uning qalbiga iymonni solgandan keyin, Alloh taolo uni musulmon qilgandan keyin yana o'zi o'sha chiqarib olgan, o'zi chiqib ketishiga sababchi bo'lgan payg'ambar alayhissalomning musulmonlarning elchisi bo'lib, odamlarga iymonni, odamlarga musulmonlarning yaxshiligini targ'ib qilib bordi. Abu Sufyonning uyiga kirgan kishi omondadir deb payg'ambar alayhissalom maqtadilar uni. Abu Sufyon musulmonlar haqida yaxshi gaplarni aytib, ey Quraysh ahli, bugun endi qarshilik ko'rsatmanglar. Bugun haqiqat qaror topgan kun bo'ldi. Bo'ldi, u inod, ya'ni qaysarlikni, islomga qarshi ishlar qilishni, Muhammadga qarshi ishlar qilishni to'xtataylik. Bu butlarimiz, bu sig'inib yurgan narsalar, bu nafsu havomiz hech narsani hal qilmas ekan, Alloh taolo bor ekan deb ularni da'vat qildi. Demak, Alloh taolo o'sha johiliyat davrida ham rahbarlik qilib musulmonlarga qattiq aziyat bergan kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning elchilari bo'lishini istadi. Makkadan chiqarib yuborgan odam Makkaga yana musulmonlarning elchisi bo'lib borib, ularni yana haqqa chaqirishni boshladi. Abu Sufyon shunday qildi. Abu Sufyonning uyiga kirsa kim omondadir yoki kim o'zining uyiga kirsa omondadir deb payg'ambar alayhissalom insonlarni imkon qadar qon to'kmaslikka buyurdilar. Qarshilik qilmaslikka buyurdilar. Bir tomchi qon to'kilsa ham insonning qoni islomda qadrli hisoblanadi. Behuda qon to'kishlik umuman islomda mumkin emas. Buni ko'rgan ansorlarning qalblaridan bir narsa o'tdi. Ba'zilariga hatto bir-birlariga aytishdi ham bu narsani. Aytishdiki, payg'ambar alayhissalom o'zlarining vatanlari, o'zlarining yurtlariga kelganda ozgina ularga moyil bo'ldilar. Shu yerda qolib ketmasalar bo'ldi degan ma'noda ba'zi gaplarni gapirishdi. Bu yerda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklari namoyon bo'ldi va Rasululloh bu gapni, ular aytgan gapni bildilar, sezdilar. Rasulullohga bu narsa bildirildi. Keyin aytdilarki, ansorlarni to'plab, ey ansorlar, ey Madina ahli, sizlar shunday dedingizlar. Bir-biringizga shu gapni aytdingizlar. Payg'ambar alayhissalom o'zlarining qishloqlari, o'zlarining shaharlariga ozgina moyil bo'ldilar. Qalblari shu yoqqa moyil bo'ldi, qolib ketmasmikanlar degan gaplarni aytdingizlar. Ha, aytdik deyishdi. Ya Rasululloh, ha, aytdik. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga aytdilarki, men Allohning quliman, Alloh taoloning bandasiman, Allohning elchisiman. Sizlarning yurtingizga ko'chib bordim. Madinaga, Makkadan ko'chib bordim va sizlarga o'sha yerda qolaman deb va'da berdim. Tirik ekanman, sizlar bilanman. Agar vafot etsam ham sizlarning oralaringizda vafot etaman. Hayot sizlar bilandir. O'lim ham sizlar bilan bo'ladi deb
juda katta bu va'dani berdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalomning atroflaridagi ansorlar kelib Rasulullohni quchoqlab, yig'lab rozi bo'lishdi, xursand bo'lishdi va aytishdiki, ya Rasululloh, qolib ketishingizdan qo'rqqandik. Endi Makka fath bo'ldi, Makkada qolib ketasiz deb. Shu yerda qolishingizdan qo'rqdik, biz bilan qaytishingizni eshitib xursand bo'ldik deyishdi. Bu ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'z va'dalariga turishlari, go'zal xulqlariga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka ahliga, o'sha Makkani fath qilgandan keyin butun musulmonlarga xitob qilganlarida mav'iza qildilar. Shunda mav'izani boshida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, sadaqa va'dah va nasara abdah va hazamal ahzaba vahdah. Allohdan boshqa iloh yo'q, unga hech qanday sherik yo'q. Alloh taolo o'zining va'dasiga sodiq bo'ldi, ya'ni to'g'ri chiqardi. Va'dasiga xilof qilmadi, va'da berdimi bajardi. Bandasiga yordam berdi, ya'ni payg'ambariga yordam berdi va har qanday dushmanni yolg'iz o'zi mag'lub qildi degan so'z bilan boshladilar. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalom bitta o'zlari boshlagan edilar bu da'vatni. Islomni, haq yo'lni, yaxshilikka chaqirishni yolg'iz o'zlari boshlagan edilar. 8 yildan keyin mana shunday Makkaning fath bo'lishligi Alloh taolo nasib qildi buni. Makka fath bo'lganda minglab odamlar atroflarida to'plangan edi. Hammasi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydigan odamlar edi. Musulmonlar, sahobiylar edi. Alloh taoloning yordami shu edi. Alloh taoloning g'alabasi shu edi. Har qanday Rasulullohning qarshilarida turgan har qanday kuchni, har qanday dushmanni Alloh taoloning o'zi mag'lub qildi. Mana shunday iymon ahli o'zining yutuqlarini Allohga nisbat berish kerak. Yutuqlarini. Chunki yutuqni, zafarni, yordamni Alloh beradi. Alloh taolo yordam berdi dedilar-da, payg'ambar alayhisalom mening kuchim bilan, meni yordamim, meni harakatim bilan, meni zo'rligim bilan bo'ldi demadilar. Nasara abdah, bandasiga yordam berdi Alloh. Hazamal ahzaba wahda, butun qo'shinlarni bitta o'zi yengdi Alloh taoloni dedilar. Alloh taoloni yolg'iz o'zi yengdi. Ya'ni Alloh taolo yengdi. Hammasi Allohdan ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e'tirof qilib, bizga ham qanday bo'lish kerakligini o'rgatyaptilar. Inson bir hayotda bir yutuqqa erishsa, yaxshilikka erishsa, bu o'ziga nisbat berib, faxrlanib, ujubga ketmasligi kerak. Ya'ni u odamni masalan o'zimni aqlim bilan, zakovatim bilan, ilmim bilan erishdim deb o'ylasa, o'zidan ko'ra ilmliroq, o'zidan ko'ra qancha zakovatli odamlar bor. Ular bu darajaga yetmagan. Chunki rizqni taqsimlovchi Alloh, g'alabani beruvchi Alloh. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatni o'qidilar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum. Ey insonlar, Alloh taolo aytadi, ey insonlar, inna khalaqnakum min zakarin va unsa, biz sizni bir erkak va ayoldan yaratdik. Va sizlarni turli xil xalqlar, millatlar, elatlarga bo'lib tashladik deydi. Lita'arafu, bir-biringizga yaqin bo'lishingiz, bir-biringiz bilan tanishishingiz uchun. Oralaringizda hech qaysi millat bittasidan ikkinchisi ustun emas. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizning orangizda eng hurmatlilaringiz, Allohning nazdida hurmatga sazovoringiz taqvodorlaringizdir deb Alloh taolo e'lon qildi. Garchi Qur'oni Karim arab tilida bo'lsa ham, garchi payg'ambar arab bo'lsa ham, arab millatiga mansub bo'lsa ham, garchi katta olimlar, sahobalar, siddiqlar, foruqlar, zunnuraynlar, Ali day buyuk sahobalar masalan arab bo'lgan bo'lsalar ham, bu bilan arab millati boshqa millatlardan afzal deyilmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, laysa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqvo. Arab ajamdan afzal emas, taqvo bilangina afzal. Qaysisi taqvodor bo'lsa o'sha afzal. To'g'ri, payg'ambar arabdan, sahobalar arabdan bo'lgan asosan. Lekin bu degani arablar har doim afzal degani emas. Millat o'laroq arab afzal deyilmaydi.
millat o'laroq, ya'ni masalan falon millat afzal, yaxshi deyilmaydi. Turk millati forsdan afzal deyilmaydi. Fors masalan turkdan afzal deyilmaydi. Nima bilan afzal? Insonlar taqvo bilan afzal. Faloncha odam falonchadan afzal bo'lgan. Nima uchun? Chunki u taqvodorroq bo'lgan. Ana shunday. Alloh taolodan qo'rqishligi, Alloh taologa yaqinligi bilan inson afzal bo'ladi va har bir inson o'zi uchun qiyomatda javob beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shunday buyuk so'zlarni, buyuk mav'izani qilib, keyin insonlarga o'sha Makka ahliga sizlarni endi nima qilaman deb o'ylaysizlar dedilar. Ular aytishdiki, siz eng karamli, eng yaxshi, eng hurmatli birodarimizsiz. Hurmatli, karamli birodarimizning farzandisiz deb ular yaxshi gumon qilishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom izhabu fa antumut tulaqa, hammasiga javob berdilar. Boraveringlar, o'z ishlaringizga qaytinglar, sizlar ozodsizlar, sizlarga hech qanday chora ko'rmayman deb tarixda bo'lmagan buyuk bir afu, buyuk bir avf, buyuk bir kechirish, buyuk bir marhamatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatdilar. Azizlar, keyingi suhbatlarda inshaalloh Hunayn g'azoti, payg'ambar alayhissalomning keyingi yurishlari, Madinaga qaytishlari va hokazo keyingi siyrat darslarini davom ettiramiz. Alloh taolo barchamizga ushbu darslardan foydalanishni, ushbu suhbatlardan to'g'ri xulosa chiqarishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.